Bir-birimizga noqulay savollar. Siz Bangkokka g'ir tekinga sayohatga borasiz, lekin Instagramga kirmaysiz sayohat boshlanib tugaguncha. Yoki Instagramda 1 million obunachingiz bo'ladi, lekin 3 yil sayohatga hech qayerga chiqmaysiz. Bangkokka boraman, hech kim bilishi shart emas. Men o'sha sayohatlarimda yashayman. Ha yoki yo'q, tanlang. Erga tegasizda beskонечно pul beradi, hamma narsani olib beradi. Lekin internetga uni qo'ya olmaysiz. Shu bizneslaringizdan, maktabingizdan voz kechishga to'g'ri keladi. Tanlaysizmi shuni? Da или нет? Ya, tanlamaymiz. Pul ijod к чёрту, yo'q. Ne. Siz liba raqsga borib, yana 5 kilo plus semirasiz yoki raqsni umuman tashlab yorib, просто так hech qanaqa stresssiz 10 kilo tashiysiz. Minus. Qaysi biri? Mayli, semiz bo'lib o'ynayvering. Xeyterlarni bir xursand qilaman. Yo. Good. Siz sevadigan Balenciaga yoki Balmainlar sizni turga olib ketadi Parijga. Hamma ovqatlanish, hamma biletlar, hamma aylanish, takoy. Semizvezdочный отель. Bo'ldi, shunda qolamiz, ketish kerak emas. No. Bir yil mobaynida ularga har kun content reels qilib berishingiz kerak, качественный. Qoldirish mumkin emas. Kasal bo'lasizmi yo'q, вообще не интересует. Amallaymiz. Hozir nima zo'r, AI zo'r, amallab yoramiz. Главное ular turga olib ketsa bo'ldi. Yomoni bo'ladi hozir, lekin pochcha ko'rishlari kerak bu videoni. Qarang. Siz liba eringiz bilan qo'sha qarib baxtli yashaysizlar-da, bir kunda o'lasizlar. No, 10 yilgina. Yoki siz 100 yil yashaysiz. No, yolg'iz kampircha bo'lasiz. Da. Ratatata. Honey, I love you. Ko'p yashagim keladi men. 100 yil kampir shoh bo'lib qoldilar. Tugadi. Siz turmushga chiqasizda, milliarderga hamma sharoitingizni qilib beradi. Xohlaganinizcha bankovskiy бесконечный счётingiz bor bankingizda. Hamma помощница, hamma assistentlar, все. Лишний ish qilmaysiz. Akkauntingiz qoldirasiz. Internetga бесконечно qo'yish mumkin. Все можно. Har yil bola tug'ib berasiz. Hatto bu qolsa nima farqi? Это было не просто смело. Bo'l, to'g'ramiz. Siz ham sevimli blogerlaringizga Noqulay savollaringizni yozib keting.